Bismillahirrohmanirrohim. Nasr surasi. Hop, ba'zilar Qur'onda eng oxirgi nozil bo'lgan sura deb ham qo'yishadi buni. Hop. Iza ja, mana izada oddiy i bor. Ayingarlashib ketmasin. Izadan keyin zdan keyin og'zimizni kattaroq ochib olsak, matni o'zi chiqib qoladi. Iza jaa, iza degan esa mana alif mat kelyapti. Jaa da mat muttasil kelyapti. Ya'ni alif mat bilan hamza bitta so'zda ikkalasi bir joyga kelganligi uchun mat muttasil, ya'ni 4 harakat cho'zishimiz shart bo'lgan mat kelyapti. Iza jaa nasrullohi, nasrullohi, Alloh lafzi zammadan keyin kelayotgani uchun Allohi bo'lib yo'g'on, ya'ni oyga o'qilyapti. Nasrullohi wal fath. Wal lamga e'tibor beramiz, sukunini to'liq beramiz. Wal fath bo'lib ketmasin. Wal fath. Wa ra'aytan nasa. Mana va ra'aytan, mana alif ustida hamza, hamzaning ustida a kelyapti. A'si o'qiladi xolos. Wa ra'aytan, nun o'rtasidagi alif mana och yozilganligi uchun o'qilmaydi. Alif lamdan keyin tashdid bilan so'z boshlansa, o'rtadagi harflar o'qilmay qoladi, nunga ulashib ketadi. Endi nun tashdidli bo'lganligi uchun g'unnasi bor. Va ra'aytan nasa, nundan keyin alif mat bor, cho'zamiz. Nasa yadkhuluna, dalda qalqala bor, yengil ro beramiz, o'rtada kelyapti. Yadkhuluna fi dinillahi, fi da mat tabiiy bor. Dinillahi da dan keyin mana mat tabiiy bor, ya'ni 1-2 deguncha cho'ziladi, ya harf kelyapti. Dinillahi da mana kasradan keyin kelayotganligi uchun Alloh lafzi mana dinidan nundan keyin kasra turibdi-yu. Alloh lafzi shu kasradan keyin kelayotganligi uchun mana o'rtadagi tashdidli lam a ga o'qilyapti, ingichka bo'lib, ya'ni dinillahi afwaja, shunga e'tibor beramiz. Fayam vavam lab harfi, ya'ni mahraji chiqadigan joy lab hisoblanadi. Ikkalasi aralashib afwaja bo'lib ketmasin. Afwaja, af deb f sukunini aytgandan keyin va deb og'izni katta ochib olsak, yaxshi chiqib ketadi. Afwaja, oxirdagi aliflar mat hisoblanadi. Oxirini ozgina cho'zib to'xtaymiz. Afwaja. Fasabbih bihamdi robbika. Fasabbih bihamdi, mana banda b bilan h da ikkalasi birga yozilgan. Birinchisi b hisoblanadi, ustiga h. Bihamdi, mimda sukunini to'liq beramiz. Bihamdi robbika vastaghfir. Bu to'xtash. Xohlasak to'xtaymiz, xohlasak to'xtagan qiynalsak, vastaghfirhu innahu kana tawwaba deb o'qib ketsak ham bo'laveradi. Bu yerda ham mana va astaghfir emas, vastaghfir urishtiramiz. O'rtadagi alif o'qilmagani, undan keyingi harfda sukun bilan boshlangani uchun vas deb urishtirib olamiz. Innahu, nun tashdidli kelganligi uchun g'unnas bor, ushlab turamiz. Hudan keyin vav mat bor. Innahu kana, kafdan keyin alif mat bor. Tawwaba, vavdan keyin ham bor, badan keyin ham bor. Tawwaba. Alloh manfaatli qilsin. Agar sizlarga video foydali bo'layotgan bo'lsa, yaqinlaringizga ham ulashishda va kommentariyada kamchiliklar bo'lsa yoki fikrlaringiz bo'lsa yozishda esingizdan chiqarmanglar.